Ahmadullo aka, millionerlar Dubayda qayerda yashaydi? Millionerlar Palmada yashaydi. Shunaqa boy odamlar bor, ko'rib hayron qolasizlar. Dubayliklarchi? Dubayliklar Jumeirah degan rayonda yashaydi, faqat o'zinikilar u yerda. Dubayning eski boylarichi? Eski boylar Emirates Hills degan rayonda yashaydi. Shunaqa qimmat villalar bor. Bittasi 20 million, 30 million dollar turadi. Dubayning yangi boylarichi? Yangi boylar Dubai Hills degan rayonda yashaydi. Takoy spokойный rayon, juda ham zo'r. Turistlarchi? Turistlar Marinada yashaydi. Haqiqiy Dubayda vibe'ini berib turadigan rayon. Plyajlar ham bor u yerda. Traderlarchi? Trading bilan shug'ullanadiganlar Business Bay degan joyda yashaydi. Ofislar juda ham ko'p u yerda. Dubayga keladigan savdogarlarchi? Savdogarlar Dera degan joyda yashaydi. Hamma optim narsalar o'sha yerda sotiladi. O'zimiz o'zbeklarchi? O'zbeklar Albarcha degan rayonda yashaydi. U yerga borsanglar juda ham ko'p o'zbeklar ko'rasizlar. Yevropaliklarchi? Yevropaliklar GVC degan rayonda yashaydi. Oq tanlilar rayoni deb hazillashadi odamlar. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar bu kelganinglarda qaysi rayonda yashagan bo'lardinglar?